أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد مصطفى صلى الله عليه كل خلق أصحابه أجمعين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kecha mana bir internetda hit bo'lib yotibdi. Shov-shuvga sabab bo'lib ketdi. Otaxon to'yda söylebdi. Erkak urg'achi debdi. Ana bir to'yda va'z nasihat qilibdi. To'y va'z nasihat qiladigan yer emas, unday emas, bunday emas deb adamlar kommentariyalar yozib tashlagan. O'yinga sottash kerak, unday qilish kerak, bunday qilish kerak. Men tan qoldim. So'nchalik xalq shug'ullab ketdi. Nima shug'ullaydi? Bu yerda hech qanday diniy ekstremizm, hech qanday harakat bo'lgan emas. Faqat erkak ayollarni bo'lak o'tkazaylik. Sal dasturga to'g'ri kelaylik. Sal to'ylarni paradik qilaylik deyapti. Ortiqcha so'z so'ylagan yo'q. Va'z nasihat qilgan bo'lsa, to'y va'z nasihat qiladigan yer emas, tilak tilaydigan yer. Tilaklar qayerda qabul bo'ladi, tilaklar? Tilaklar eng birinchi namoz o'qilgan namozdan keyingi tilaklar qabul bo'ladi. Odan keyin Qur'on to'liq 30 para yodlab o'qisa, sonda tilaklar qabul bo'ladi. Haj vaqtida tilaklar qabul bo'ladi. Hajdan keyin tilaklar qabul bo'ladi. Oradan keyin og'iz ochar vaqtida tilaklar qabul bo'ladi. Zakat berilgan vaqtda, zakatni topshirilgan vaqtda tilaklar qabul bo'ladi. Va'z aytilgan paytda tilaklar qabul bo'ladi. Ilm olinayotgan yerda, diniy ilm, qanday ilm bo'lsa-da, ilm olinayotgan yerda tilaklar qabul, ortidan duo qilsa qabul bo'ladi. Bu quruq tilak aytavergandan qabul bo'lmaydigan tilakning kimga keragi bor? Otaxon hech ortiqcha ekstremistik, islamistik bir harakat qilgan yo'qmi menimcha? Men tushunmayman islom dinda, meni xabarim yo'qdir. Hech qanday ekstremistik bunday harakat qilgan yo'q-ku. Otaxon aytdi, bu el yurtga, xalqqa joni ochib, mana to'ylarni paradik qilaylik, bunda sal dasturni saqlaylik. Uyatga qolmaylik deb aytdi. Mana kecha ko'rdinglar kecha mana to'yda. Bir kelinchak biylab yotdi. Biylab shuncha odamlarning ichida dambalni yechib, pulga qilib o'ynadi. O'si durustmi? So'g'an bordik endi. Va'z nasihat bo'lsa, xalqqa, yurtga, el yurtga joni ochib aytdi, va'z nasihat qilyapti-yu. Ota bobomizning dasturini saqlab qolaylik deyapti. Ota bobomizning dasturini saqlab qolaylik. Bizni ota bobomizning dasturini o'zimizga kerakini olib, kerakini laqtirib yuboramiz. Men tan qolaman-da, bo'lgan даже bir imom yo bir advokat bo'lib chiqmayapti-da, buni jonini olsa bir o'zi otaxonni jamondab o'tir. O 10 yil berga, 8 yil berga ibrat bo'lsin. Bu ish jamoatlik, qazoqqa jamoatlik o'ylagani yo'q bu. Bu to'tqa berishga ana shu to'yda ana dambalni yechib tulg'a qilib o'ynagan, o'sini to'tqa berish kerak. O'sini sotlash kerak, 10 yil, 20 yil salt dasturni buzding deb. Ana shu to'yni videoga olib shu qilgan, alimentga taratgan o'sa kim taratgan bo'lsa, so'ni sotlav kerak. Niye so'ramay biron to'yda so'ramasdan taratadi? Men so'radim, mana qizi da jilab chiqdi. Men so'radim, uni kechirim beringlar endi. Erkak urg'achi degan bo'lsa, adabiyotni vaqt ko'rish kerak. Adabiyotlarda erkak urg'achi degan so'z ko'p ishlatiladi. Ayollarni urg'achi, erkaklarni erkak deb unday so'zlar ko'p ishlatiladi. Adabiyot o'qigan odam ko'rsa tushunadi. Ko'p
Akınların sözü de erkek urgaçı degen sözler işletiledi bu. Bu katı söz emas bu. Toga ayvanga işletileden söz emas bu. Adamga da işletiledi onday söz. Endi men sorabım bunu endi Atakan'ı keşirim beriңler endi. Ana videoga alıp fitne çıkarganını sonu satlaňlar. Yaman niyette kılmagandır Atakan. Sal emosiyaga berilip ketkendir. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.